Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Hozir sizlarga demak Tinkercadga noldan kirib beraman. Tinkercad saytini noldan ochib beraman, ko'rib olamiz. Iloji boricha kirmagan emaildan kirib berishga harakat qilaman, yangi emaildan. Hop. Albatta Google'ni ochib olishimiz kerak. Google'ga xuddi shu tartibda demak Tinkercad deb yozamiz. Tinkercad o'zi demak bizni onlayn platformamiz, onlayn platforma bo'lib ham eng yaxshisi, chunki bunda ham demak 3D model ham kod yozsa bo'ladigan sxema blogi bor. Mana birinchi turgani Tinkercadning ofitsialniy demak sayti. Shunaqa holatda turgan payti registratsiya выходить bor. Registratsiya bo'lsamiz, agar ingliz tilida turgan taqdirda mana bunaqa turadi. Ingliz tiliga olib berishim mumkin. Ingliz tilida bo'lsa, demak, hozir angliyskida turgan taqdirda registratsiya login turadi. Registratsiya bo'lsamiz, keyin bosganingizda xuddi mana shunaqa oyna ochiladi. Rus tilida bo'lsa, mana bunaqa mana. Hammasini ko'rsatib ketaman hozir. Rus tilida ochilganda qanaqa, o'zbek tilida, ingliz tilida ochilganda qanaqa, buni ko'rib o'tasizlar hozir. Xo'sh, hozir biz rus kiyim topib olishimiz kerak. Keladi, to'xtanglar, shuni ikkita tomonlama qilib qo'yamiz. Bu sizlar qidirganda oson bo'ladi. Bu yerga rus kiyini olib qo'yamiz. Keyin biz boshqa rus kiyini qidirishimiz shart bo'lmay qoladi. Bu albatta sizlar qulay tarzda sirazi ko'rib borishlaringiz uchun, joyida kirib ketishlaringiz uchun bu. Demak, hozir biz rus kiyini topib olishimiz kerak. Hammasini hozir joyida qilib ketayotganim uchun shunaqa bo'lyapti. Ruskiysi, demak, mana bunda angliyskiy turishi kerak. Xullas, qaranglar. Ruskiysida mana bunaqa. Eng oxiridagini bosamiz. Sozdать bosib, keyin Google turadi. Ingliz tilida ham baribir mana shu Google turadi. Hozir ancha qiyin bo'ldi to'g'rilash. Google turadi. Google'ga bosamiz. Keyin bu email orqali kirish so'raydi mana. Email orqali kirish so'raydi. Bosamiz ustiga. Ustiga bosamiz. Agar sizlarda mana shu bosgan payti kirmasa, kod so'rasa, demak u emailni kodini so'ragan bo'ladi. Emailni kodini kiritishinglar kerak bo'ladi. Davom etishni bosamiz. Bo't mana. Bu yangitdan ochilyapti mana. Mana bu yerga davlatni belgilash kerak. Bu yerda O'zbekiston turadi. Mana O'zbekiston yozuvsi. Keyin mana sana, iloji boricha kattaroq sanani qo'yish kerak. Agar yoshlar bo'lsa, bu yoshlarni qabul qilmaydi. Misol uchun deylik 2005 dan bu yog'ini qo'ygan ma'qul. Bora yana 2000 deb qo'yavering. 2000 deb qo'yaveramiz. Next. Bu baribir tekshirib o'tirmaysizlar. Continue. Bosganingizda mana Tinkercad saytiga, mana web platformasiga o'tadi. Bu yerda mana robotexnikani full maza qilib ishlatsa bo'ladi. Bu yerda keyin mana plus belgisini bossa 3D modellar qilish mumkin. Keyin unda animatsiyalar, sxema blogi bor. Keyin blok kod orqali narsalar yasash mumkin. Demak, qisqacha tushuntiraman. 3D ga bossak, qisqa ko'rib o'tamiz. 3D ga bosgan variantimizda hozir bizda nimalar chiqadi? Yaxshilab ko'ramiz. Demak, 3D ga o'tganimizda bu yerda biz 3D modellar yasashimiz mumkin. Bu yerdan olib, razmerini o'zgartirib, mana ko'rib ketishimiz mumkin. Lekin misol uchun model olib qo'yib joylashtirib bo'lgandan keyin, например, mana razmer bu yoqqa olish ham oson o'zi. Shunaqa qilib bo'lganingizdan keyin bunda bir qancha demak variantlar bor. Xohlasangiz mana bu yoqda nima bo'limi bor. Mana buni bossangiz, buni yoshlarimiz juda yaxshi biladi. Bu demak Minecraft varianti. Yanglishmasam yoki Lego varianti ekan bu. Minecraft emas mana. Zarralarga ajratib ko'rsatadi. Maktab ko'rayotgan bo'lsanglar mana. Mana bu yanglishmasam Minecraft. Bu Lego varianti ekan o'zi.
nargisi Minecraft ekan. Bu Lego variant. Mana ko'rasizlarmi? Maydalashyapti donalari. Bu yerda mana o'rtacha holatdagi. Keyin men bu olmani ko'rsatmadim. Olmani bossak, olmani bosganimizda bu gravitatsiya qo'yish mumkin bu yerda. Ya'ni misol uchun mana gravitatsiyasini oyga belgilasak, mana bu yerdan 1000 qo'yamiz zarbani sekinlashtirilgan varianti. Keyin otadigan narsalarimizni belgilashimiz mumkin. Misol uchun futbol to'pini 2-3 tasini belgilash mumkin yoki hammasini belgilab turib, yana bittasini bossangiz, общий bitta narsa otishi mumkin. Keyin bu yerda mana pastda, mana bu yerda demak boshlash bor. Boshlashni bossangiz, oydagi gravitatsiya holatiga tushadi. Keyin bunga kaptoylarni otib olish mumkin. Bu ham albatta qiziqarli tarzda o'rganishga yordam beradi. Gravitatsiya holati mana. Keyin buni animatsiya qilib video qilish mumkin. Ya'ni buni o'chirasiz oldin, mana tayyor. Endi biz tepadan mana общий доступni bossangiz, buni YouTube'ning formatda, birga bir versiyasi, shorts video formatda yuklab olish mumkin. Mana shu yerda mana сохранить bosib yoki sozdать video rolikni bosib, u yoq-buyog'ini to'g'rilab, buni yuklab olishimiz ham mumkin bo'ladi. Bu ham albatta qo'shimcha sizlar o'rganishingiz kerak bo'lgan narsalar. Xo'p, bu 3D model qiladigan joyimiz ekan. Bu yerda razmerlar kiritib, 3D modellar yasab, keyin mana bu yerda bitta ilovamiz bor. Mana Creative Print. Bu 3D printerda ilovasi. Bu har xil 3D printerlarda har xil bo'ladi. Har xil ilova bo'lishi mumkin. Buni bossak, demak, mana shu narsani saqlanib qilib chiqib ketadi. Mana buni bosdik. Bitta orqa menyuga qaytadi, faqat mana saqlanib bo'lib qaytadi. Boyaga yasagan modelimizda aytib turibdi. Keyin sozdатni bosib, endi ikkinchi bo'limga o'tamiz. Bu yerda sxema blogi bor. Bu yerda ko'pchilik biladi, bu yerda kod yoziladi. Keyin robototexnikadagi o'sha Arduino'dagi komplektdagi narsalar bu yerda ham bor. Bu yerda demak umumiy ko'rib o'tishimiz mumkin. Ya'ni amaliyot qilish uchun eng zo'r joy bu ham. O'rganish uchun misol mana bitta Arduino olsak, bitta Arduino olib turib, mana bu maketli plata mana. Arduinoga ham mana bafurcha to'xtalamiz, bu pinlar bo'yicha va nimalar bo'yicha. Keyin mana bu yerda mana led chiroq misol bitta led chiroqni yoqib ko'rsataman, xohlasanglar mana. Xo'sh, mana bu yerdan ikkinchi oyoqdan sim chiqaramiz. Faqat hozircha tushuntirib o'tirmayman nima bo'lganini. Buni keyingi videolarda, nimalarda ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu plus tomoni. Nimaga plusligini ham tushuntiraman keyin. Bu yerga olib kelib, endi minusga ulaymiz. Mana endi mana shu yer minus ekanda, faqat shu yerni minusga ulash shart emas. Mana bu yerni bossak, mana GND bilan, nimaga GND bilan bo'lganini ham keyingi darslarda ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Prosta registratsiya darsi xolos. Prosta sizlarga yoqib ko'rsatgim keldi. Mana bu yerdan demak Scratch orqali qilish ham mumkin. Scratchga o'xshab ketadi, ya'ni Scratch orqali demak, Scratchga o'xshab ketadi u ham. Biz text bo'limini tanlaymiz. Text bo'limida C++ dasturlashtirishda yozganimiz yaxshi. Demak, endi yozamiz. Void setup. Maxsus demak, kod yozadigan dasturiy course va bu yerga oyoqni tanishtirishimiz kerak bo'ladi. Pinode course ochib, ikkinchi oyoq output. Course yopilib, nuqta virgul qo'yiladi va kod yoziladigan maxsus course ham yopilib, pastga tushiladi. Void lab qismi bu dasturiy qism hisoblanadi. Bu yerga endi biz dasturimizni yozib olamiz. Digital write, demak ikkinchi oyoq. Mashqda hozir demak mana bunaqa yozsak ham to'xtanglar, bo'pti, bir xil uslubda. Bir deb qo'ysak bo'ladi yoqish uchun. O'zi yoqishni boshqacha varianti ham bor, uni ko'rsataman. Delay bu vaqt, 1000 qo'yamiz vaqtga. 1000 degani bu millisekund. 1000 millisekund 1 sekundga teng.
Demak, digital right bu yoqish uchun edi. Endi u o'chirish uchun mana bu. Tak, buni ham bu buffercha tushuntiraman. Bu просто tak kirish darsi xolos. Registratsiya darsi xolos bu. O'shaning uchun buffercha aytmayapman. Maqsad sizlarga shunchaki yoqib berish. Mana tayyor. Mana start bosganimizda agar xato bo'ladigan bo'lsa, qizil chiqaradi. Endi hozir men xato qilmadim. To'xtanglar, xato qilib ko'ramiz. Misol uchun bitta mana shu nuqta belgi qolib ketdi deylik. Bossak, bu ekranga qizil chiqarib qo'yadi. Mana shundan bitta tepada xato bor deyapti. Demak, biz hozir ataydan o'zimiz mana shu yerga nuqta belgi qo'ymay ketgandik. O'shaning uchun shunaqa bo'ldi. Xo'p, mana bu yerda chiroq yonib o'chyapti. Mana hammasi soz holatda. Hozir internet ham bo'ldi. Yonib o'chyapti. Agar registrni olib tashlagan taqdirimizda chirog'imiz kuyishi mumkin edi. Hammasi soz. Xullas, bu dastur shunaqa. Tinkercad eng yaxshi, demak. Boya tepadan buni nomlab qo'yish mumkin edi. Keyin mana bu yerda nomi turardi. Bu 3D modellarni siz yaratgan narsalar mana shunda qator bo'lib turadi. Mana bu yerda esa demak sxemada ishlaganlaringiz qator bo'lib turadi. Tinkercad qisqacha shu. Mana sizlarga ismim Bobur. Sizlar bilan tanishganimdan xursandman. Bu Abdurahmon shunchaki email xolos. O'zimda ochilgan email. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar, charchamanglar. Buni hali qanday o'chirishni ham bilmas ekanman, to'g'risi. Menimcha,